Assalomu alaykum aziz obunachilarim, Begoyim oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan achchiq garimdorini tuzlashni o'rganib olamiz. Marhamat, tomosha qiling. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. Birinchi navbatda garimdorlarni yaxshilab yuvib olamiz. Qo'limizda achchiq qolmasligi uchun perchatkadan foydalanganimiz ma'qul. Garimdorini turli turlari bo'ladi albatta. Siz shu turidan yoki bo'lmasa dumgan garimdorisidan ham foydalanishingiz mumkin. Garimdorini dumlarini olib 4-5 bo'lakka bo'lib olamiz. Stillangan kichikgina bankachalarga ukrop bo'laklaridan solib olamiz. Ketidan 5-6 donada yirik qora murch solinadi. 2-3 dona chesnok bo'lakchasini ham solib olamiz. To'g'rab olingan garimdorlarni ham solib olinadi. Ikkinchi sterillangan bankachamizga butunlagicha garimdorni solib tuzlab olamiz. Buning uchun xuddi shu uslubda ukrop, qora murch, chesnok bo'laklarini solib butunligicha garimdorlarni joylab chiqamiz. Endi shaqillab turgan qaynoq suvni ustidan quyib, qopqog'ini yopamiz va 20 daqiqaga shu holatda qoldiramiz. Yana bir eslatma sifatida shuni aytib o'taman, agarda bonkani yorilib ketishidan qo'rqsangiz, temir pichoqni xuddi shu uslubda bonka tagida qo'yib, ustidan qaynoq suvni quyishingiz mumkin. 20 minutdan keyin suvni to'kib olamiz va ikkinchi marotaba ham qaynoq shaqillab turgan suvni quyib, yana 20 daqiqaga ushlab turamiz. Mana oradan 20 minut o'tdi. Ikkinchi suvni ham to'kib olamiz. Endi har bir bankalar ustidan yarim choy qoshiqda tuz qo'shib chiqamiz. Ketidan yarim choy qoshiq to'q tuz ham qo'shib olamiz. Uchinchi marotaba ham qaynoq shaqillab turgan suvni solib, qopqoqni yopamiz va mahkamlab olib qo'yamiz. Mana azizlarim, endi magazindan olmasdan siz ham xuddi shu uslubda tayyorlab qo'yishingiz mumkin va qishi bilan mazza qilib iste'mol qilishingiz mumkin. Kelasi videolargacha sizlar bilan yana g'oyibona diydor qadar ko'rishib qolaman degan umidda xayrlashib qolaman. Xayr, omon bo'ling.